Bizning tarkib darvozabon. Men albatta hammasini qaytaraman. O'ng tomon bog'lovchisi. Men bu yerda eng yengilmasi bo'laman. O'ng tomon himoyachisi. Ko'p yugura olmayman. Men jozibadorligimni saqlashim kerak. Chap tomon himoyachisi. Maqsadini to'g'ri qo'yarsam, bu yerda eng yaxshisi bo'laman. Chap tomon bog'lovchisi. O'zimni futbol orqali erkin his qilaman. O'z manfaatimni hamma narsadan ustun qo'yaman. Yarim himoyachi. Maydonda faqatgina meni yutishim uchun o'ynashingiz kerak. O'ng qanotda. Ahmoq. Nima bo'ldi? Birinchi. Chap qanotda. Men o'zimni yorqin yulduzimni yarataman. Uni mendan hech kim tortib ola olmaydi. Asosiy hujumchi. Men har qanday vaziyatda gol urishga harakat qilaman. Asosiy hujumchi. Men albatta o'z maqsadlarim uchun jang qilishda to'xtamayman. Markaziy hujumchi. Meni maqsadim nafaqat futbolda birinchi bo'lish. Men butun dunyoni o'zimniki qilmoqchiman. Ko'k zindon tarkibi.